Ama vaqtning o'tishiga ergishib, kishilarning istili buzilishi, haqiqiy jihatda haddidan eshishi, huzur izdishi natijasida biz yer sharida yuz bergan xatoliklarga mening nima korim deb parvo qilmasak, azob tushgan vaqtida yani bir odam Allohning hidoyatidan ayrilib, axloqsizlikda chekidan oshgan vaqtida, huzurda Alloh sizib bergan chek-chegaradan oshgan vaqtida Qur'on Karimda bayon qilingan Lut alayhissalomning qavmining qissasi bugun kunimizda ko'pincha ota-onalar bexud holda bizning farzandlarimizning istiliga, insonligiga, sog'lom tabiatiga ko'z tikayotgan nihoyatda cho'ng bir xatardan bizni ogohlantiradi. Biz bir qancha yillar ilgari Qur'on Karimda Lut alayhissalomning qavmining qissasini o'qigan vaqtimizda mushundaqmi insonlar bo'lamdiganda, ya'ni erlar bilan erlarning to'y qilishini, munosabat o'tkazishini normal sanaydigan mushundaqmi inson bo'lamdiganda deb aqlimiz qabul qilmaydi. Chunki bundaq bir ishni, ya'ni erlarning erlar bilan munosabat o'tkazishini sog'lom tabiatdagi bir inson emas, hayvonmi qabul qilmaydi. Ya'ni hayvonlarmi erkaklar bilan emas, erkaki kishi bilan juplashadi. Mangu tilovat qilinadigan, bizga qiyomatgachilik dastur bo'ladigan bu Qur'on Karimda Lut alayhissalomning qavmining qissasining bayon qilinishi albatta qiyomat bo'g'uchilik bu Lut alayhissalomning qavmining qissasining maydonga keladiganligiga ishorat qiladi. Bu haqiqatan Qur'on Karimning ishlarning oldi va keyinini biladigan Alloh taolo tomonidan tushirilgan kitob ekanligiga ishorat qiladi. Chunki biz musulmonlar emas, butun insoniyat tarixidagi hamma dinlar bu yomon qiliqni rad qiladi. Shundaqla Rim imperatorligidagi xristianlar bu yomon qiliqni qilganlarni o't ko'ydirib o'ltirib o'tdi. Texi 300 yil ilgari Angliyada bu yomon qiliqni qilganlarni, ya'ni ertirib, erikchidan to'y qilganlarni suvga g'arq qilib o'ltirib o'tdi. 100 yildan keyin suvga g'arq qilib o'ltirish amaldan qoldirilib, darg'a isib o'ltiradigan bo'ldi. Yana 100 yildan keyin darg'a isib o'ltirish amaldan qoldirilib, qamchilash va turmaga sulaydigan jazo qoldirildi. Vaqtning o'tishiga ergishib, turmaga sulash amaldan qoldirilib, tan jazosilar qoldi. Taxi 1953-yili Amerikaning 34-qitimliq prezidenti David bu bachchavozlarni, ya'ni erik kishi tutib, erik kishi bilan to'y qildigan bu kishilarni normal inson emas deb ularning xizmat qilish huquqini elib tashlagan. Ya'ni bachchavozlarni hech qanday bir xizmatga erishib bo'lmaydi deb qonun chiqargan. Demak, bachchavozlik, lavvatlik bugungi tilimiz bo'yicha aytgan vaqtimizda LGBTlar asla va asla insonlar tarafidan qabul qilingan emas. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib, kishilarning istili buzilishi, haqiqiy jihatda haddidan eshishi, huzur izdishi natijasida mana bu inson qalbidan chiqqan tabiat normal bir holat kelishga boshladi. Masalan, hozir bolalarimiz ko'rayotgan Disneyning karton filmlari, o'ynayotgan telefon o'yinlari, o'yinchiqlarning hammasida mana bu bachchavozning tashviqotlari, bayroqlari ularga singdirilmoqda. Ularga normal ishda tashviq qilinmoqda. Ular nima uchun bunga shunchalik kuchaydi? Chunki o'ziga o'xshash insonlar rad qiladigan bu kishilar to'pini ko'paytirish, o'ziga jamiyatda, dunyoda o'rin paydo qilish uchun mana mushu tirikchilikni ko'rsatdi. Ularning mana shunday har xil yo'llar bilan qilgan tashviqotlar natijasida bizning Uyg'ur jamiyatidagi ba'zi bir farzandlarda bu LGBTlarning ta'siri ko'rishga boshladi. Masalan, ba'zi yoshlarimizning quliqiga halq selishi, tug'ansiri muloyimlashib, xininlashib ketishi mana bu LGBTlarning ta'siriga uchraganligining alomati. Shunga bugun kunimizda ota-onalar farzandlarimizga alohida diqqat qilishimiz kerak. Bu bugun kunimizdagi vabo. Bolalarimiz quliqiga halq selib olsa, aslo va aslo uni normal ish deb qaramayli. Chunki o'g'illarimizning quliqiga halq selishi, tug'ansiri muloyimlashib, xininlashib ketishi ana shu LGBTlarning tashviqotlari ta'sirida ular qarab qadam bosganligini ko'rsatadi. Chunki bugun kunimizda yoshlar havas qiladigan K-pop bo'lsin va yoki kino filmlar bo'lsin, hammasiga bu LGBTlarning tashviqotlari singdirilmoqda. Shunga bugun kunimizda bachchavozlar masalasi va yoki bugun kunimizdagi tilimiz bo'yicha aytgan vaqtimizda LGBTlar masalasi hargizmi ota-onalar sal qaraydigan masala emas. Agar biz bugun bolalarimizning u xinimlishiga, quloqlariga halq silishiga sal qarasak, ayat ulardan texmin cho'ng ishlarni ko'ramiz. U vaqtda qaytirib akagilar bo'lmaydigan alamlarga qilishimiz mumkin. Shundaqla bu LGBTlarning jamiyatda yomrishi Alloh taolaning azobi qilishimizga duchor bo'ladi. Chunki Alloh taolo Lut alayhissalomni ana shu LGBT xalqqa avatgan. Lut alayhissalom ularni ogohlantirib, innakum lata'tuna rijala shahvatan min dunin nisa. Sizlar ayollar to'g'rida ayollarni qo'yib, ayollar bilan to'y qilamsizlar. Bal antum qawmun musrifun. Sizlar haqiqatan insonlik haddinglardan oshgan inson ekansizlar deb ularni ogohlantirdi. Shundaqla ularning qilgan bu qiliqini insoniyat tarixida ulardan ilgari hech kimning qilmaganligini eskartadi. Lekin ular bo'lsa Lut alayhissalomning bu nasihatiga quloq solmaydi. Aksicha, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ular o'zini aytib pak sanaydigan, o'zini pak chaqlaydigan kishilar ekan, ularni yurtinglardan quvlab chiqaringlar
qilmanglar deb yurtidan qovlab chiqarishga majburlaydi. Ammo Lut alayhissalom ularga to'xtamay nasihat qiladi. Agar to'y qilmoqchi bo'lsanglar, mana qizlar turibdi, qizlar bilan to'y qilinglar. Sizlar er turib bunda hayvonlar qilmaydigan ishni qilmanglar deb ularni ogohlantiradi. Ular yana unamaydi. Lut alayhissalom ularni agar bu ishni davom qilsanglar, Allohning ajoyib dahshatli azobi qolasizlar deb ogohlantiradi. Lekin bu kishilar Lut alayhissalomning gapiga parvo qilmay, u xatoliqni yanmaydi. Alloh taolo ularni qanday halok qilganligini Qur'on Karimda bayon qilib bizni ogohlantiradi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud." Bizning ularni halok qilish amrimiz kelgan vaqtida ularning shahrini ostini ustun qilib etdik, ya'ni dum ko'mtirib etdik. Ularning ustiga sopal toshlarni yog'dirdik. Esimizde bo'lishi kerakki, biz bütün insanlar yer shari kemisida. Biz yer sharida yuz bergan xatoliklarga mening nima korim deb parvo qilmasak, azob tushgan vaqtida bu yer shari kemisi cho'ksa, hammamiz cho'kimiz. O betchivazlarla cho'kmaydi. O aydiz va shunga o'xshagan Allohning azoblari o betchivazlar bilinli ketmaydi. Uning balosiga, uning sukut qilgan, uning qarshilmagan hammamiz uchraymiz. Shuning uchun bu betchivazlikqa uni bir normal hodisa deb qabul qilmasligimiz kerak. Betchivaz bo'lmaslikla bizni Allohning azobidan saqlab qolanmaydi. Balki uning qarshi turish kerak. U ishning xato ekanligini tushuntirishga tirishimiz kerak. Chunki Lut alayhissalomning ayolimi betchivaz emas edi, lekin u xalqqa qarshi turmagan, uni to'g'ri deb qaragan. Shuning uchun u xalqi bilan billa Allohning azobida halok bo'lgan. Bugun kunimizda o'zini o'qimishliq chaqlaydigan, ziyoli chaqlaydigan ba'zi kishilarimiz oldimizga chiqishi mumkin. Ular bu betchivazlarni, u LGBTlarni aqlashi, ularni qo'llashi, ularni himoya qilishi mumkin. Esimizda bo'lsin, ana shular betchivazlikni tashviqot qiluvchilar. Ular Allohning azobi tushganda betchivazlar bilan billa halok bo'luvchilar. Ular balki bizning oldimizga bu betchivazlikni odamning tug'imi gindi bo'ladigan normal hodisa, er kishi bilan to'y qilsa bo'ladi degan bu axloqsizlikni atalmish ilmiy yo'llar bilan bizga tushuntirishga tirishishi mumkin. Hatto ular ba'zi bir hayvonlarning ichidami erkak bilan erkaklarning changlashadiganligi ba ahvol. Shunga bu jonliqlar tabiatida normal ahvol deb insonlar topidimi buni normal ko'rsatishga har xil yo'llar bilan biologik ilm fanlarini dastak qilib turib bizga ko'rsatishi mumkin. Lekin esimizda bo'lsin, biz kishilik munosabatni, axloqni hayvondan o'rganmaymiz. Biz to'g'ri yo'lni, hidoyatni Allohdan o'rganamiz. Inson mana shunday Allohning hidoyatidan ayrilgan vaqtida ana shunday inson qalbidan chiqqan ishlarni to'g'ri sanaydigan, uni rad qilmaydigan holatga keladi. Ilmiy nuqtadan aytgan vaqtimizda ularning bu betchivazlikni oqlashi hech qanday puttirab turolmaydi. Chunki ularning deydigini insonning tabiatida nihoyat oz miqdorda bo'lsa-mu, bir qism kishilarda er kishi turib er kishiga, ayol kishi turib ayol kishiga jinsiy jihatdan moyillik bo'ladi. Shunga undaq kishilarni, ya'ni er kishi turib genida er kishiga moyillik bo'lg'achqa, ular er kishi bilan to'y qilsa, er kishi bilan munosabat qilsa bo'ladi deganligi aslo va aslo puttirab turolmaydi. Chunki bir odamning genida erlik hormoni nihoyat kuchli bo'lib, shahvatini tutolmaydigan bo'lib qolsa, bu u odamning zina qilishiga yo'l ocholmaydi. Uning gindi bo'lganligi uning zinasini aqlayolmaydi. U Allohning nazarida gunohkor hisoblanadi. Shunga gindi bo'lsa-mu, nafsini yig'ib uni tizginlash kerak. Shunga betchivazlarning bu safsatasi aslo puttirab turolmaydi. Shunday qilib bu safsata ularning qilgan ishini to'g'riga chiqarish uchun o'ttirga chiqargan quruq gapidan boshqa narsa emas. Masalan, ular mana shunga tayinib betchivazlikni qo'llaydi. Hozir g'arb davlatlarining 26 davlatda betchivazlarning to'y qilishi qonunli hisoblanadi. Ya'ni bir erning er bilan to'y qilishi qonunli hisoblanadi. Ular bu ishini bir qism insonlarning genida biz yuqorida degandek er turib er kishiga qiziqadigan gen bo'ladi. Shunga bundaq insonlar o'zaro to'y qilsa bo'ladi degan bahona bilan aqlaydi. Lekin ularning bu bahonasining yolg'on ekanligi ko'p xotinlik masalasi kelgan vaqtda oshkor bo'ladi. Chunki ular ana shunday inson qalbidan chiqqan ishni gen bahonasi bilan qonunli qila oladi-yu, ammo normal er kishining tabiatida bo'ladigan ko'p xotinlikka intiladigan bu tabiatni, bu genni e'tiborga olmaydi. Ko'p xotinlikni butunlay qonunsiz qiladi. Demak, ularning qisman insonlarning genda bo'lganligi uchun biz unga hurmat qildik degan bu gapining yolg'onligi mana shunday o'ttirg'a chiqadi. Nima uchun bugun kunimiz kelgan vaqtida bu LGBTlar shunchalik kuchlanib ketadi? Chunki buning keyinida insoniyat nufsiga qarshi nihoyat rezil kuchlar bor. Ular mana shunday LGBTlarni qo'llash orqali, ya'ni er kishini er kishi bilan to'y qilishga qiziqtirish orqali insonlarning ko'payib ketishining oldini olamiz deb mushuni plan qilgan bo'lishi mumkin deb qaraladi. Ya'ni ba'zi tadqiqotchilar bu LGBTlar axloqsizlik haddidan oshgan vaqtida maydonga kelgan deb qaraydi. Ya'ni bir odam huzur izlab, harom ishlarning, nashan ishlarning hammani qilib bo'lgandan keyin uningdagi huzur normallashishga boshlaydi. Ya'ni er bilan ayol o'tirisidagi bu nashan ishdan olgan huzuri tugaydi. Ammo inson nafsini qo'yayotgan bo'lg'achqa yana bir huzur izlab er kishidan bu huzurni izlaydi. Shunga bu masala axloqiy masala
sizlar deb qaraydi. Nurg'ulg'an kishilar bu LGBT'larni tug'ma shaklda erkaksizlik tug'iladigan va yoki er ayollik aniq bo'lmagan shaklda tug'iladigan kishilarni aralashtirib oladi. Amaliyotda LGBT'likning buning bilan hech qanday munosabati yo'q. LGBT'lik tug'ma bo'lmaydi. Inson normal tug'ilgandan keyin axloqsizlikda haddidan oshsa, huzur izlab mana shunday LGBT'likka tushadi. Ya'ni bir odam Allohning hidoyatidan ayrilib, axloqsizlikda chekidan oshgan vaqtida, huzurda Alloh sizib bergan chek-chegaradan oshgan vaqtida Alloh taolo Qur'on Karimda degandek, ulaika kal an'am, ular hayvonga o'xshash, balhum adal, balki hayvondan better mana shunday holatga tushadi. 1987-yilgacha Amerikada bachvozlik bir xil ruhiy kasallik deb qaraldi. Ammo bachvozlarning kuchlanish natijasida bachvozlarning keyin turgan lobbilarning besimi bilan bu 1987-yili Amerikada ruhiy kasalliklar qatoridan chiqarib tashlangan. Shundaqdimi yuzlarcha professorlar bu bachvozlikning tug'ilma bo'lmaydiganligini ilmiy tadqiqotlar bilan isbotlasimi, ularga har xil besim yo'llari bilan qo'rqitib, tahdid solib, ularning maqolalarini yenishga majbur qilgan. Masalan, bugungi kunimizdagi ruhiy kasalliklarning otasi deb atalgan professor Robert 200 bachvoz ustidan ilib borgan tadqiqotida bachvozlik bir xil ruhiy kasallik, uni davolab saqayt qilib bo'ladi. Ya'ni u genda bo'lgan taqdirdami, shu genni tufaylatib uni saqayt qilib bo'ladi degan maqolasini e'lon qilgandan keyin uning har tarafdan tahdidlar, suiqasdlar kelib, u maqolasini yeniverishga, bachvozlardan kechirim so'rashga majbur bo'lgan. Bo'lmasa bu professor bachvozlarning qo'llovchilaridan edi. Shundaq turibmi ilmiy jihatda buni saqayt qilib bo'ladi, ya'ni o'zgartirib bo'ladi degan maqolasi tufayli undan yenishga majbur bo'lgan. Demak, bu bachvozlik, ya'ni LGBTlar keyindan cho'ng bir suiqasd bo'lgan, insoniyat qarshi elib berilgan bir vabo. Ular tashviqot yo'llari bilan, hatto ilmiy yo'llar bilan bu bachvozlikni normallashtirishga to'xtamay tirishadi. Ammo shundaqdimi yana nurg'ulg'an psixiatrlar, mutaxassislar, olimlar bu bachvozlikning aslo va aslo tug'ilma bo'lmaydiganligi, bu axloqda haddidan oshgan vaqtida meydonga keladigan bir xil ruhiy kasallik ekanligini o'rtaga qo'ygan. Eşcinsellik kesinlikle doğuştan değil, sonradan öğrenmeyle ilgili ve sosyal bir sorundur. Yapılması gereken LGBT aktivitesinin haddini aşan bu azgınlıklarıyla mücadele etmektir. Abi bu sen böyle doğdun desem bu bir yalandır. Normaldan bir sapmadır. Normal fıtrata uygun bir durum değildir. Bu raporları kolayca yazan o çocuğun hayatıyla ilgili bir kaygısı var mı? Şuna bugün günümüzde baş götürüyotgan bu bachvozlikni, yani LGBT'likni yumuşlatadigan, onu normallashtiradigan har qanday tashviqot vositalaridan va kishilardan yiroq turishimiz kerak. LGBT'lik asla va asla tug'ma bo'lmaydi. Alloh insonni undaq bachvoz yaratmaydi. Bugun kunimizda bachvozlar bizning avlodlarimizga o bachvozlikni normallashtirish uchun har tarafdan qo'lni sunyapti. Shunga biz farzandlarimizni bu bachvozlik tashviqotlaridan saqlash uchun tuvandagi bir qancha ishlarga alohida diqqat qilishimiz kerak. Birinchisi, bolalarımizga jinsiyat tarbiyasi ilib borgan vaqtimizda bu bachvozlikning inson tabiatiga zid, Allohning noiti g'azabini keltiradigan, Allohning azobi qo'yadigan axloqsizlik ekanligini bolalarımizga bildirishimiz kerak. Ikkinchidan, bolalarımizga gap qilgan vaqtida, kiyim-kechakda, hatto o'yinchiq ilib bergan vaqtimizda jinsiyat farqiga alohida diqqat qilishimiz kerak. Masalan, o'g'limizni maqtamoqchi bo'lsak, sen noit kuchli, sen noit qaltis deyishimiz kerak. Asla sen noit chiroyli degan bu so'zni ishlatmasligimiz kerak. Qizimizni sen noit chiroyli va shunga o'xshagan ayollarga, qizlarga xos so'zlarni ishlatishimiz kerak. Undan boshqa kiyim-kechakda qizlarga akisidan qilib qolgan o'g'illarning kiyimini, o'g'illarga ochisidan qilib qolgan ochisining qizvolchi kiyimlarini kiygizishdan qattiq saqlashimiz kerak. Shundaqla o'yinchiq epaga vaqtidami o'g'illarga xos, masalan, tapancha, qilish deganga o'xshagan, qizlarga xos o'yinchiqlarni, qo'choqlarni, barbilarni epirishimiz kerak. Hargizmi o'g'illar xos narsalarni epmasligimiz kerak. Shundaqla o'g'ilga dadasi ko'proq hamroh bo'lishi, qizga onasi ko'proq hamroh bo'lishi kerak. Uchinchisi, bolalarimizga uyatliq joylarini opsidan boshqa hech kim ko'misi bo'lmaydiganligini o'rgatishimiz kerak. Boshqalar ularning uyatliq joylariga qo'l uzatsa, chiqirash va undan boshqa har xil usullar bilan o'zini qo'dashni o'rgatishimiz kerak. To'rtinchisi, o'g'il bo'lsin va yoki qiz bo'lsin, bolalarimizni notanish kishilarning qashida yolg'iz qo'ymasligimiz kerak. O'g'il bo'lsinmi, hatto erkishi bo'lgan taqdirdami, cho'ng erkishlarning qashida o'g'limizni yolg'iz qo'ymasligimiz kerak. Agar farzandimizning har qanday bir shaklda jinsiy parakandachilikka uchraganligini his qilsak, darhol ruhiy kasalliklar doktoriga ko'rsatishimiz kerak. Beshinchisi, bolalarimiz ko'rayotgan kino, filmlar, karton, o'yinchoqlarga alohida diqqat qilishimiz kerak. Ularning o'yinchoqlari, karton filmlariga o LGBT'larning ranglari, bayroqlarini singdirib o'taglik. U xil shakldagi o'yinchoqlarni o'ynashdan qattiq ehtiyot qilishimiz kerak. Shundaqla bolalarimiz ko'rgan kartonlarda u xil mazmun singdirilganmi, o'g'ilning o'g'li muhabbatlashadigan bundaq mazmunlar singdirilganmi, bunga alohida diqqat qilishimiz kerak. Oltinchisi, o'g'limizni o'g'illar xos ishlar bilan mashg'ul qilishimiz kerak. Masalan, badan chiniqtirish deganga o'xshagan. Qizlarning jinsi xos ishlar bilan mashg'ul qilishimiz kerak. Masalan, tomoq etish va yoki kiyim tikish deganga o'xshagan. Yettinchisi, vasvasadan saqlanishimiz kerak. Agar sizda er kishi turib ana shunday vasvasa bo'lsa, ya'ni er kishi qiziqadigan vasvasaga tushib qolsangiz yoki qiz turib qiziqadigan shunday vasvasaga tushib qolsangiz, darhol psixik doktorga ko'rinishingiz kerak. 8-inchisi, shahvoniy film ko'rish va yoki undan boshqa har qanday axloqsizlikni saqlashimiz kerak. Chunki bu bachvozlikka kirib qilishning eng ko'p sonliqi mana shu axloqsizlikda haddidan eshish bilan bo'ladi. Ya'ni
bir odam va yoki bir yosh axloqsizlikni qilaverib, uningdan huzur topamagan vaqtda mana shu inson qalbidan chiqqan bachvozlikqa tushadi. Shunga bu inson qalbidan chiqqan bachvozlikqa tushib qolmay desangiz, jinsiy jihatda axloqingizni nihoyat pokiz tuting. Chunki inson axloqiy jihatda haddidan oshgan vaqtida, ya'ni Allohning qo'ygan chek-chegarasidan oshgan vaqtida u insonlik tabiatini yo'qotib, hayvonlik tabiatiga, balki hayvondan battar narsaga tushadi. Bularni bugungi kunimizda g'arb dunyosida yashayotgan qarindoshlarimiz farzandlarini bu LGBT vabosidan qattiq saqlashi kerak. Chunki bu g'arb dunyosida normal bir usluda qabul qilinmaydi. Biz bolalarimizga buning normal ish emasligini bildirishimiz kerak. Lut alayhissalomning qavmi bo'lgan sadomliqlarni Alloh taolo u yomon ishidan yanmaganlik uchun osmondan sapal toshlarni yog'dirib jazolagan bo'lsa, bugungi kunimizda Alloh taolo aydiz va shunga o'xshagan har xil kasallar bilan bizni azoblashi, bizni halok qilishi mumkin. Shunga bu bachvozlikqa yumshoq muomala qilishga, ularga hissdoshlik qilishga aslo bo'lmaydi.